Obunachilar bozorimizga malish qo'chqorlaridan kelibdi. O'sha mashhur Trendbey bobur akamizdan. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Aka narxi necha puldan? Necha pullanami? 4 million 500 ming so'mdan olib ketaveradi. Obunachilar kami ham bormi? Qo'lash akamiz, Cho'pon akamizdagi dastafiyalarchi aka. Vodiy bo'ylab mutlaqo bepul mana. Obunachilar yaxshi deb turibdi. Nomeringiz necha bobur aka? 97'lik 97'lik 909 32 Kimga qaysi biri yo'qsa, donalar ham sotilaveradi. Aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Mana bu yoqda qo'chqorlar. Qo'chqor so'ragan ukalarimiz aka bular necha pullarga bordi? Qo'chqorlar 5 million 500 mingdan. Nomerimiz bormi aka? Aytgani? Yo'q, aka. Sotilib ketadi bular, xudo xolasa sotilib ketar ekan akamiz. Nomeri aytdingizlar. Aka bular necha pullarga bordi? Qo'chqorlar 5 million 500 mingdan to'rala qo'chqorimiz berilmadi. Aka nomerlarimiz bormi? Necha? 90lik 547 82 raqamga aloqa qilinglar. Xudo xolasa bugun bozor yo'talib sotilib ketib qolmasa, xudo xolasa kuryapmiz, telefon qilaverasizlar. Semiz 40 kilo yon berdi qo'chqorlarimiz. Masalan, savdolar. Aka bular necha pullarga bordi? 5 million 500 ming so'm. Bunichi 6 million 200 ming. Bu kattalarnichi? 6 million 200 6,5 million atrofi savdo bo'layotgan. Aka nomerimiz bormi? Necha? 90lik 207 32 00. Raqamga aloqa qilsanglar, xudo xolasa qurbonlikka o'tasemiz qo'chqorlarni har xil variantlarni uyda ham bor aka. Nechta desa yetkazib beraverasizlar. Aloqaga chiqarasizlar. Bular necha pullarga bordi aka? 6 narx aytyapsizlar. 6 million 500 ming so'mdan narx aytilyapti. Savdo qildim aka, chorov sal. Savdo qildimi? 5 million 500 ming so'mdan savdo bo'ldi. Ustiga qo'shilsa, xudo xolasa hamma qo'ygan qo'ylaringizni beriladi. Aka, necha pul, nomer necha? 95lik 444 99 18 raqamga aloqa qilinglar. Xudo xolasa dehqon akamiz qo'lda turibdi bular omasizlar. Dehqondan qo'chqor olib so'yaman degan ko'ramiz. Bu yoqda mana ishlov berish jarayoni. Mehnatimizni qadrlagan holda bitta-bitta tugmachalarni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Aka bu arachan qo'chqor necha pul qildi? Savdosi 5,5 million so'm savdoga berilmayapti. Bugun ko'p qo'ylar 5 million 500 ming so'm savdo bo'lyapti. Aka buzganmi bu, buzmaganmi? Ikki yasharga tish buzgan. Numar adreslari. Nomerimiz necha aka? 90lik 149 89 00 raqamga aloqa qilsanglar, xudo xolasa chiroyli narxlarda kelishtirib beriladi. 5 million 500 ming so'mga berilmabdi. Ustiga qo'shsa savdosiga beriladi. Obunachilar mana bu yoqda qo'chqorlar terib qo'yilibdi. Qay tarafasiga hali 6 kun bor, lekin bozorimiz mana qo'chqor olib turgan ukalarimiz ko'p obunachilar mana. Bular necha puldan deyilayotgan aka qo'chqorlar? 6 million 7 milliondan. 6 milliondan 7 milliongacha qo'chqorlar bor aka bu yer. Aka bundan misol uchun so'ragan o'rtoqlarimiz 10 to'ntadan beraverasizmi? Bormi tayi? 10 to'ntadan so'ragan akalarimiz ham tayi serob aka. Aka nomerlarimiz necha? 91lik 91lik 477 75 70 raqamlarga aloqa qilsanglar, ko'k desalar ko'k, qora desalar qorasidan, sariq desalar sarig'idan, har xil variantli, har xil ranglardan chiroyli qilib yetkazib beradi obunachilar. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Katta qo'chqorlarga sizlarga ko'rsatib boramiz obunachilar. Bu qo'chqorlar necha pullarga bordi Umidjon aka? Necha pullarga bordi aka? Yo'q, necha pulgacha baho aytilyapti? Qo'chqorlar 7 milliondan kami bor. 7 million so'mdan baho aytilyapti. Savdolari 6 million. 6 million 200 shuna atrofi savdolar bo'lyapti obunachilar. Qo'chqorlar ko'p. O'ta serob. Umid aka nomerlar necha aka? 93lik 781 41 40 raqamga aloqa qilsanglar.
24 soat büyük. Tayi ham seroq aka buni katta desa katta, kichik desa 30 ta bor. 100 kilogacha trivesi qo'chqorlarimiz bor ekan aytamiz. Mana xudo xolasa katta qo'chqor bozori tarafga qarab yuramiz. Mehnatimizni qadrlab, bitta like tugmasini bosib, ovuna bo'lib qo'ydi. Ovunachilar mana semiz qo'chqor 5 million 500 ming so'mga beramiz deyishyapti. O'zimiz Sharxonda qo'chqori emlangan. Barcha nomerlarni qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar. 5 million 500 ming so'mga beramiz. 5 million 300 ming so'mga beriladi. Nomerlarimizni aytsangiz aka? 94 561 1177 raqamga aloqaga chiqsanglar, mana shu 40 kilo indamasdan keladi obunachilar. 5 million 500 ming so'mga yetkazib berishadi, dastavkalari ham bor. Obunachilar Samjunni o'zim qo'yib olaman, so'ymayman, uzoq yil yetalayman degan ukalarimiz mana Samjun kashtan varianti bir dona. Dehqon akamiz qo'lida turibdi, asakani qo'yiga obunachilar o'zi emlagan ekan. O'zimiz bolalarni oldik, zo'r bola tushirdi dedi. 7 million 500 ming so'm baho aytyapti. Yoshi endi 2 kishiga tushibdi. 2 kishiga tushibdi. Aka nomeri necha aka? 90li 208 1564 raqamga aloqaga chiqsanglar, dehqon akamiz xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Dehqon akamizning dastavka xizmatlari mavjud emas ekan, o'zingizlar dastavkasini kelishib olib ketaverasizlar. Obunachilar, unchalik katta qo'chqorlarimiz ham yurmadi. Aka buni necha pul deyapsiz? 11 million. Baho aytilyapti. Urug'qa so'ragan akalarimiz bo'yi 95 plus xudo xolasa. Yosh qanaqa aka buni? 4 ga yangi to'ldirgan. Xudo xolasa Samjun variantidagilar. Aka nomeri necha? Nomer aytdim, xudo xolasa sodalab sotilib ketadi deyishyapti ekan. Katta qo'chqorlar kam, obunachilar buyuk. Aka men sariq necha pulga bordi? 11 million baho aytiladi. Nomerlarimiz bormi aka? Nomer bor? 50 707 41 raqamga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa mana shu katta qo'chqorlarni yetkazib berishadi. Videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun xizmatlarimiz bo'lmasizlar. Hozir 50 tasini olaman degan ko'ramiz. Bu holda shu bilan videomizni yakunlaymiz obunachilar. Obuna bo'lib, like bosinglar obunachilar.